Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Va'da qilganimizdek bugun dunyoni lol qoldirgan ta'lim tizimi haqida, ya'ni lol qoldirishda davom etayotgan ta'lim tizimi haqida fikr yuritishga, sizlarga ma'lumot berishga va'da qilgandik. Men aytib o'tdim, dunyoda pitsa va shunga o'xshagan bir nechta ta'lim tizimlarini saviyasini belgilaydigan testlar bor dedik, imtihonlar bor dedik va bu imtihonlarning birortasi O'zbekistonda o'tkazilmaydi. Buni albatta sabablari bo'lsa kerak, menga noma'lum buni sabablari. O'sha testlarda yuqoridagi o'rinlarni egallayotgan davlatlar bu Singapur, Finlandiya, Xitoy, Yaponiya va pastga qarab ketaveradi. Bugun biz gaplashadigan ta'lim tizimi, Finlandiya ta'lim tizimi haqida gaplashamiz. Demak, boshlaymiz. Fin ta'lim tizimini bizni ta'lim tizimimizdan farqli 9 ta jihati haqida bugun asosiy mavzuyimiz shu bo'ladi. Birinchisi, bizda masalan ota-onalar aytadiki, meni bolamni aqli zakovati boshqalarnikidan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa tezroq maktabni tugatsin-da, tezroq oliygohni tugatsin-da, tezroq bir ishga kirsin. Qancha yosh maktabga borsa, shuncha yaxshi ta'lim oladi degan bir qarash bor. Finlandiyada 7 yoshga kirmagan bolalarni ta'lim olishi, ya'ni maktablarda ta'lim olishi qat'iyan taqiqlanadi. Uni zakosi, xotirasi, boshqa tomonlari inobatga olinmaydi. Qancha aqlli bo'lsa bo'lsin, 7 yoshga yetmasdan turib maktabga bormaydi. Endi qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchilar maktabga piyoda va yoki velosipedda borishadi. Bola yoshligidanoq hayotga o'zi qadam tashlashni o'rgansin. Yo'l-yo'lakay uchrashi mumkin bo'lgan katta kichik muammolarni hal qilishga o'zi odatlansin, ya'ni mustaqil rivojlanishiga imkon yaratish sababidan bo'lsa kerak. Finlar farzandlarining mustaqil rivojlanishini, ya'ni nima deb biladi, muhim deb bilishadi. Farzandlarni maktabga olib kelib qo'yadigan yoki dars qilishida yordamchi bo'lish, dars qildirib qo'yish, unaqa narsalar yo'q ekan. Bizda ota-onalar bolalari o'rniga dars qilishga yoki ularni dars qilishiga yordam berishga odatlanganmiz hammamiz. Lekin bu narsalar ularda yo'q ekan. Favqulodda holatlardan tashqari hech bir holatda ota-ona farzandini maktabga olib bormaydi. 7 yoshga to'lmagan bolalar maktablarga qabul qilinmaydi. Bu birinchi farq. Ikkinchi farq, fin o'quv dasturi juda ham oddiy, sodda va umumiy doirani aniqlashdan iborat. Ya'ni bolaga umumiy dars berishdan iborat. Boshlang'ich ta'limdagi o'quv dasturlari. O'quvchilar o'zlarining qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib dars tanlash imkoniyatiga ega. Xuddi shunday o'qituvchilar ham. Bizda hamma uchun bir xil ta'lim belgilangan, hamma bir xil darslarni oladi. Hamma masalan deylik matematikadan yoki ingliz tilidan yoki jismoniy tarbiya yoki boshqa darslarni hammasiga kirishi qanday bizda majburiy. Lekin finlarda unaqa emas ekan. Finlarda o'quvchi o'zini istagidan, qiziqishidan kelib chiqqan holatda darslarni tanlaydi. Bu ikkinchi farq. Endi uchinchi farq. Fin o'quvchilariga ta'limning dastlabki 6 yilida biror bir baho qo'yilmaydi. Mana shu joyi meni juda hayratlantirdi. Sen 2chisan, sen 3 olasan, sen 4 ga o'qiyapsan, sen 5 ga o'qiyapsan, sen yomon o'qiysan, sen yaxshi o'quvchisan, sen o'rtacha o'quvchisan degan baho berish, ya'ni o'quvchilarni darajasini aniqlash ularda yo'q ekan. Ya'ni baho qo'yishmaydi. Ta'limning ilk 6 yilida. Bu nimaga olib keladi degan savol tug'ilishi mumkin. Maktablarimizga bir qaraylik-da. Kichkinalikdan bolalar o'rtasida biz o'zimiz bilib bilmay, sezib sezmay adovatlashishga sabab yaratamiz. Baholar qo'yamiz. Yaxshi o'quvchilar oldingi partada o'tiradi, yomon o'quvchilar orqadagi partada o'tiradi. Odamlarni tenglikka chaqirish, ya'ni falonchi 5 olyapti, sen ham 5 olishing shart. Bu tez yuguradi, sen ham tez yugurishing shart. Bu tez yugurgani uchun unga 5, sen sekinroq yugurganing uchun senga 3 deb shunday muomalada qilish bolalarni bir qadar ichidan ruhan bir muammolarga duch bo'lishiga sabab bo'ladi deb o'ylagan bo'lsalar kerakki, bunday baholash sistemasini, tizimini olib qo'yishgan. Faqat ular atiga deb yozyapti, 16 yoshga to'lganlarida butun
mamlakat bo'ylab davlat tomonidan imtihon qilinadi. Ungacha majburiy baholash yo'q. Endi 4-qismga yetib keldik, do'stlar. Bu farqda o'qituvchilar kunlik dars majburiyatlari, o'qituvchilarning kunlik dars o'tish majburiyatlari 4 soat. Ozgina oshib ketishi mumkin, ozgina kamayib qolishi mumkin, lekin 5 soat emas, 6 soat emas. Chunki aslida o'ylab qarasak ham shunday. Har qanday yaxshi o'qituvchi ham 4 soatdan ko'p dars o'tishi bir g'ayritabiiy hol. Lekin bizda kerak bo'lsa o'zini darsini o'tib, boshqa hamkasblarning darsiga ham kirib, ertalab soat 9 dan 8 dan kechqurun 4-5 gacha dars o'tadigan kimlar bor, o'qituvchilar bor. Ularni darsini sifati ilk soatlardagidan 5-soatga, 6-soatga o'tganda kamayadimi, kamaymaydimi, buni albatta tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Har bir o'qituvchi haftada 2 soat davlat tomonidan tashkil qilingan malaka oshirish kurslarida nima qiladi? Ishtirok etadi. Bizda nazarimda 1 yilda bir bo'ladi yo bo'lmaydi. Yo boradi yo bormaydi. U ham qanaqa shartlar asosida yo'lga qo'yilgan, masalan, menda hech bir ma'lumot yo'q. Boshlang'ich ta'limni olayotganlarning bir kunlik tanaffus vaqti 75 daqiqa. Bolalar ertalab maktabga borib, to maktabdan darslarni tugatib ketgungacha bo'lgan muddatda 75 daqiqa tanaffus qilishadi. Endi 5-si. Barcha o'qituvchilar kamida magistr darajasiga ega va universitet bitiruvchilari orasida eng yuqori 10% da joy olgan bo'lishi shart. Magistraturani tugatgan bo'lish kerak va tugatishni o'zi ham yetmaydi. Yaxshi bitirganlarni eng yuqori qatlamlarida bo'lish kerak. Juda kamdan kam holatlarda maxsus imtihonlar orqaligina bakalavrni tugatganlar o'qituvchi lavozimiga qabul qilinadi. Muallimlik jamiyatdagi eng yuqori mavqega ega bo'lgan kasblardan biri ekan Finlandiyada. Yana hech bir o'qituvchi muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz o'qituvchilarga siralamaydi. U yaxshi o'qituvchi, bu yomon o'qituvchi degan qarashlar yo'q. Bu ham juda ajoyib. Kamchiliklari bo'lgan o'qituvchilar yangi malaka oshirish dasturlarida nima qiladi? Ishtirok etadi va o'zini takomillashtirishga harakat qiladi. Hech bir o'qituvchi darajasi pastligi sababidan nima qilmaydi? Ishdan bo'shatilmaydi. Juda ham qiziq. O'qituvchilar ishdan bo'shatilishdan qo'rqish, unaqa nima yo'q, unaqa muomala yo'q o'qituvchiga nisbatan. Birinchidan, ularni hammasi magistraturani tugatgan jamiyatda eng bilimli, eng ilmli odamlari. Va ular istagan payti o'zini yana istagan darsi bo'yicha, istagan yo'nalishi bo'yicha rivojlantirishga imkonlar yaratilgan va hech bir holatda ularni ishdan haydash, ishdan ketkizish degan qarashni o'zi yo'q. Hech bir o'qituvchi ishidan ayrilib qolishi mumkinligi haqida tasavvurga ham ega emas. Unday bo'lishi mumkin emas. Biror bir falokatlar emas, o'zi istab ketishi mumkin albatta, lekin davlat tomonidan yoki o'zi ishlab turgan maktab tomonidan u ishsiz qoldirilmaydi. 6-farq. O'qish joyi maktab bo'lganligi uchun o'quvchilarga uy vazifasi berilmaydi. Ya'ni ta'lim oladigan maskan, o'qiydigan joy bu maktab. Maktabda o'qib, kalasini ishlatib, uyga borib yana uni davom ettirib, uydagilarni ham bezovta qilib, bunga yo'l qo'yilmaydi. Bola bolada yashasin, maktabda kelib ta'limini olsin, tarbiyasini olsin, uyga borsin, ota-onasi bilan o'ynasin, boshqa qilsin, sayr qilsin, parkka borsin, uydagilarga boshqa ishlarda yordam bersin. Lekin uyda ham dars qilmasin. Demak, ta'lim paytida dars berarkan o'qituvchilar faqat 10 yildan beri o'qib kelayotganlari matnlarni o'qib dars o'tmaydi-da ularga. Ularga dars o'tarkan bir paytni o'zida uyga vazifalar beradi, mashg'ulotlar beradi. Ya'ni biz uyga vazifa deb o'rganib qolganmiz-da. O'sha yerning o'zida masalalar yechiladi. Har bir bola shaxs sifatida qadrlanadi. Unga bola, o'quvchi, falonchining bolasi, buni otasi unday, uni onasi bunday, bizda ko'p-ku bu. Kelib chiqishiga qarab, nasl nasabiga qarab, boy kambag'alligiga qarab muomala qilish yo'qmi bizda? Albatta bor. Finlandiyada bu holat yo'q ekan. Har bir bolaga, u
qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bo'yi past, baland, oq, sariq, qora farqi yo'q. Hammasiga jamiyatda ularga shaxs sifatida qaraladi, ularga shaxs sifatida nima qilinadi? Muomala qilinadi. Agar bolalardan biri yetarlicha o'rgana olmasa, ularning o'qituvchilari buni darhol anglab yetadilar, chunki ularning o'qituvchi sifatida yaxshi rivojlangan, buni ta'lim tarbiyasini olgan, bolani qanday qilib darslarni uddalay olyapti, qiynalmayapti, buni darhol anglab yetadilar va bolaning o'quv dasturini shaxsiy ehtiyojlariga, iqtidoriga moslashtiradilar. Qarang, ehtiyojlariga va iqtidoriga moslashtirishadi. Hammang bir kataka kir, hammang mana bu qolipda bo'l degan yondoshuv yo'q. Xuddi shu narsa maktabga moslashmagan, zerikkan yoki ma'lumot darajasi dasturdan oldin, ya'ni rivojlanib ketyapti. Ularni sen yaxshi o'qiyapsan, bu yoqqa o'tmas. Uni bolani o'zi sezdirib, o'ziga sezdirmay unga ta'lim berish sifatini o'zgartirishadi. Statistikaga ko'ra, ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning o'rtacha 30% ta'limning dastlabki 9 yilida maxsus dasturlar tomonidan nima qilinadi? Qo'llab-quvvatlanadi. Maktabni o'zidan tashqari o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan davlat tomonidan yo'lga qo'yilgan dasturlar bor. Ularning hammasi bolalarni yanada yaxshiroq rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Bu 6-si edi, endi 7-siga yetib keldik. Fin maktablarida sportga katta ahamiyat berilgan. Juda ham diqqat qilishingizni so'rayman. Ammo jamoa bo'lib shug'ullanishga va yoki kurashishga ruxsat yo'q. O'zaro raqobat va g'oliblikka erishish birining boshqasidan ustunligi fin madaniyatida qadrlanmaydi. Boshida aytdik, biz maktabga borishimiz bilan raqobat qilishga kirishamiz. Yoshligimizdan raqobat qilamiz. U kuchli, bu kuchsiz, u bilimli, bu bilimsiz, u sinf, bu sinfni futbol o'ynab yutib qo'ydi. Ikkita sinf o'rtasida ximiya yoki fizikadan bellashuv, savollar qo'yiladi. Mana shunaqa jamoa o'laroq bir-biriga qarshi kurashuv, bu sportda bo'lsin, bu boshqa darslarda bo'lsin, finlarda qadrlanmas ekan. Bunga aksincha yomon munosabatda bo'lar ekanki, bu bolalar hozirdan bir-biriga nima qilmasin, adovat bilan katta bo'lmasin. Umuman odamzodga adovat bilan qaramasligi kerak, uni darajasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Biz aytdik-ku, birini bo'yi uzundir, birini bo'yi kaltadir. Lekin ikkalasi bir joyga kelganda katta bir kuch bo'ladi. Bir jamoa bo'ladi. Ular jamiyat o'laroq jamoa bo'lib shakllanadi. Bir to'dasi u jamoa, bir to'dasi bu jamoa emas. Butun hamma bir jamoa bo'ldi. Endi 8-farqqa yetib keldik. Finlandiyada xususiy maktablar mavjud emas va barcha ta'lim xarajatlari hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ta'limga tijoriy yondashuv qattiq taqiqlangan. O'zaro tenglikka rahna soluvchi har qanday urinishlar qoralanadi. Ya'ni ta'lim bu tijorat emas deb qarashadi. Bizda xususiy maktablar nega davlat maktablaridan farq qiladi? Nimaga biz bolalarimizni yashab turganimiz hududdagi eng yaxshi maktablarga, hatto pullik maktablarga berishga harakat qilamiz? Hatto maktabdan tashqari paytlarda yaxshi o'qituvchilarni topib, ularga pul to'lab yana nega? Chunki qoniqmaymiz. Nimagadir o'sha yonimizdagi maktablar ichida eng yomonidek tuyulaveradi. Balki haqiqatdan ham shundaydir. Bolamizni yaxshiroq ta'lim olish uchun yaxshi maktablarni topib, ortiqcha pullarni to'lab o'qitishga harakat qilamiz. Nega? Maktablar o'rtasidagi saviyalar bir xil emas. Finlandiyada maktablar o'rtasida bir maktabni ikkinchi maktab o'rtasidagi, ikkita maktab o'rtasidagi daraja, ta'lim darajasi deyarli farq qilmaydi. Maktablar bir-biri bilan raqobatlashmaydi. Aksincha, biri ikkinchisini nima qiladi? Qo'llab-quvvatlaydi. Deyarli barcha maktablarda muvaffaqiyat darajasi boya aytganimizdek bir xil. Shuning uchun maktablarning unisi yaxshi, bunisi yomon degan qarash umuman yo'q. Ta'lim hamma uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish degani deyishadi finlar.
hamma uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish. Puli borga ko'proq imkoniyat, puli yo'qqa kamroq imkoniyat degani emas. Puli bor odam bolasini yaxshiroq maktabga o'qita oladi. Puli yo'q odam qishlog'idagi kollejni tugatgan domlaga bersa ham bo'laveradi. Bizga ketmonchilar ham kerak-ku degan qarash yo'q. Istasa dehqon bo'lsin, lekin o'sha ketmonni ham aql bilan ursin. O'zini bir kamsitilgan his qilgani uchun emas. Shu dehqonlikni tanlagani uchun bo'lsin. Jamiyatda hech bir omadga erisha olmagani uchun emas. Daraxt ekishni yaxshi ko'rgani uchun bo'lsin. Bog'bon bo'lishni sevgani uchun bo'lsin. O'zini shunda nima qilmaydi? O'zini kamsitilgan, xo'rlangan, boshqalarning oldida darajasi past, ilmsiz, bilimsiz his qilmaydi. Ya'ni xullas Finlandiyada tenglikka katta ahamiyat beriladi. Barcha bolalar aqliy qobiliyatlari va qobiliyatsizliklaridan qat'iy nazar bir xil sinflarda o'qishadi. Jismoniy kamchiliklari bo'lganlar ham o'sha maktablarda o'qishadi. Nima uchun? Chunki u o'zini nimasi bilan u holga kelmaganda u. Bu ham juda ajoyib bir hol va 9-farq. O'qituvchilar ham, ma'murlar ham maktabda kimki ishlasa deyapman, ta'lim olsa demayapman. Kimki ishlasa bir xil oylik oladi. Direktor ko'proq olib, qorovul kamroq olmaydi. Direktori bilan qorovul, oshpaz, jismoniy tarbiya o'qituvchisi, fizika o'qituvchisi, ona tili adabiyot o'qituvchisi, boshlang'ichdagi hamma bir xil oylik oladi. Faqatgina katta o'qituvchilar 15 yildan oshgan bo'lish kerak ta'lim sohasida ishlayotgani, ularga bir qadar ko'proq oylik to'lanadi. 15 yildan oshgandan keyin. Ungacha hamma qatori, el qatori bir xil oladi. Bu iqtisodda ham boyagi ta'lim tizimi juda ko'p pul sarflanmasligiga sabab bo'ladi. O'qituvchilarda o'z-o'zidan nima paydo bo'ladi? Falon o'qituvchi mendan yaxshi, lekin men bilan bir xil oylik oladi. Demak, men bu yerda u hamkasbimga nisbatan xoinlik qilyapman. Haq etmaganim haqni olyapman. Buning uchun nima qilishim kerak? Buning uchun men o'zimni rivojlantirishim kerak. Qayerda rivojlantiraman? Boya aytib o'tganimiz o'sha davlat tomonidan tashkillashtirilgan malaka oshirish kurslariga qatnaydi. Har hafta 2 soat. Bitta narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Avvalambor o'qituvchi kasbi u jamiyatda, fin jamiyatida eng obro'li kasb. Bugun bizning maktablarda erkak o'qituvchilarni topish amri mahol. Jismoniy tarbiyani ham ayollar o'tyapti shekilli. Va 10-bir farq, buni albatta aytishim kerak deb bu yerga yozmabman, lekin 10-bir farq hozir esimga keldi. Jismoniy tarbiya darsi aytib o'tdim boya, jamoa bo'lib kurashlar yo'q deb. Yana bir meni nazdimda muhtasham va to'g'ri bir qaror qabul qilishgan. Qizlar va bolalar jismoniy tarbiya darsiga alohida borishadi. Birga borishmaydi. O'g'il bolalarning o'qituvchisi erkak kishi, qiz bolalarning o'qituvchisi ayol kishi. Do'stlar, sizga aytmoqchi bo'lganim bugun ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratganning doimo panohida bo'ling. Keyingi efirlarimizda yana g'oyibona diydorlashguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum.